Assalomu alaykum. Hozirgi mavzumiz quloqdagi shovqinlar, tinnitus haqida bo'ladi. Tinnitus bu tashqi manbasiz quloqda yoki boshda shovqinni his qilish hisoblanadi. Buni sabablaridan birinchisi dor kasalliklari hisobiga kelib chiqadi. Bunda quloqda yiringli otitni, quloqning yallig'lanishi, Evstaxi-Neyning yallig'lanishi, quloqda bo'ladigan yallig'lanish prosesslari hisobiga kelib chiqadi. Ikkinchisi nevrologik kasalliklar hisobiga. Ya'ni buni asosida bosh miya qon tomirlari aterosklerozi va arterial qon bosimini oshishi yotadi. Ya'ni ba'zilarda qon bosimi, davleniyasi ko'tarilib ketsa, quloqda shing'illagan tovushlarni eshitish mumkin. Va uchinchisi psixogenniy, ya'ni тревожный расстройство hisobiga, xavotirli buzilishlar hisobiga yoki depressiyalar hisobiga kelib chiqadi. Endi nevrologik kasalliklar bilan, asab kasalliklari bilan quloq kasalliklarida bo'ladigan shovqinlarning bir-biridan farqini aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, tovushda asab kasalliklarida yuqori chastotali bo'ladi. Shuning uchun ingichka shing'illagan tovush eshitiladi. Quloq kasalliklarida past chastotali bo'ladi. G'uvillaganda tovush eshitadi. Ikkinchisi, shovqin asab kasalliklarida ikki tomonlama bo'ladi. Quloq kasalliklarida qaysi quloq og'riyotgan bo'lsa, shu tarafda bo'ladi. Uchinchisi, asab kasalliklarida shovqin doimiy bo'ladi. Quloq kasalliklarida vaqti-vaqti bilan bo'ladi. To'rtinchisi, asab kasalliklarida tinch bo'lganda yoki uxlayotganda shovqinning kuchayishi kuzatiladi. Quloq kasalliklarida boshni burganda shovqinning kuchayishi kuzatilishi mumkin. Va asab kasalliklarida bundan tashqari uyquning buzilishi, keyin diqqat, xotiraning pasayishi, surunkali bosh og'riqlar va bosh aylanishlar kuzatilishi mumkin. Tashxis qo'yishimizda nervpatolog ko'rigi, lor ko'rigi kerak bo'ladi va kerak bo'lsa audiometriya, kerak bo'lsa elektroensefalografiya yoki MRT qilishimiz kerak bo'ladi. Men nevrologik tinnitusda aytib o'tmoqchiman. Nevrologik tinnitusda bunda tinnitus bu bir kasallikning belgisi, alohida tashxis emas, alohida kasallik emas. Shuning uchun tashxis qo'yayotganda disirkulyatorniy ensefalopatiya plus tinnitus yoki тревожный расстройство, xavotirli buzilishlar plus tinnitus tashxis qo'yish kerak bo'ladi. Nevrologik tinnitusda bunda disirkulyatorniy ensefalopatiya bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda arterial qon bosimi oshadigan bo'lsa, gipotenzivni dori vositalar qo'llashimiz kerak bo'ladi. Kalsiy antagonistlar, APF ingibitorlar yoki sartanlar. Ikkinchisi, qariyalar nisbatan qon quyuqroq bo'ladi. Shuni suyultirish maqsadida antiagregantlar, aspirin, kardiomagnetik trombaz, trombopol, klopidogrellar beriladi. Bosh miyada mikrosirkulyatsiyani yaxshilash maqsadida triental, pentaksifilinlar, ba'zan riyasalbilaklar tavsiya qilishimiz mumkin. Kislorodning yaxshi borishi uchun meksidol, sitakalin, sinarizin, attaveginlar qo'llashimiz mumkin. Agar bosh aylanishi bilan kuzatiladigan bo'lsa, bitta serklar tavsiya qilinadi. Qisqacha tinnitus haqida mana shu ma'lumotlarni sizlarga yetkazmoqchi edim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar.